Nega bir xil sharoitda kimdir omadli bo'ladi, kimdir esa yo'q? Bizga omadni doim shunday o'rgatishgan. Lavoziming qancha yuqori bo'lsa, oylik maoshing katta bo'lsa, demak sen omadlisan. Lekin hayot ko'rsatyaptiki, bu o'lchov hammani ham har doim ham baxtli qilmayapti. Bu video omadini kutayotganlar uchun emas, bu video omadni yaratishga tayyor bo'lganlar uchun. Omad va omadsizlik. Savol: omad kimgadir nasib qilgan baxtmi yoki kimdir yaratgan natijami? Ko'pincha vaqtim kelmadi, sharoit yo'q, omad kulib boqmadi deyshadi. Ammo shu paytda, shu sharoitda kimdir omadni yaratyapti. Nega? Chunki haqiqiy omad osmondan tushmaydi. U sukutda qilinadigan tinimsiz mehnatdan, ko'rinmas intizomdan va hech kim qo'llab-quvvatlamaganda ham to'xtamaslikdan keladi. Omad haqida fikr yuritganda biz ko'pincha bir xatoga yo'l qo'yamiz. Biz uni tasodif yoki kimgadir nasib qilgan baxt deb hisoblaymiz. Uni o'zimizdan uzoqda deb o'ylaymiz. Lekin omadli deb aytilgan insonlar o'zini omadini oddiy intizomdan deb hisoblaydi. Yana bir savol: nega bir odam 10 yil harakat qilib natijaga yetadi, boshqasi esa 1 yilda? Farq iqtidorda emas, farq yondashuvda. Omad kelmaydi, u yaratiladi. Omad formulasi. Haqiqiy omad 4 ta ustunga tayanadi. Birinchisi intizom, ikkinchisi grow mindset, ya'ni harakatdan to'xtamaslik, uchinchisi muhit va faqat oxirida tasodif. E'tibor bering, tasodif eng oxirida. Masalan, siz o'zingiz uzoq orzu qilgan katta maoshli, yaxshi lavozimdagi ishni sizga taklif qilishdi. Bu omad. Lekin siz o'sha lavozimda ishlash uchun til bilish ko'nikmasi yoki kasbiy mahoratingiz yetarli emas. Demak, omadingiz keldi, lekin undan foydalanish uchun siz yetarli ko'nikmaga ega bo'lishingiz kerak. Omad yaratiladi. Omad tanlanganlarga emas, tayyorlanganlarga keladi. Va yaxshi xushxabar, tayyorlanish hammaning qo'lidan keladi. Xulosa o'rnida. Omadli insonlar har kuni qahramonlik qilmaydilar. Ular har kuni bir vaqtda ishlarini boshlashadi. Charchagan bo'lsa ham to'xtamaydi. Xatolik va to'siqlarga qaramasdan o'z maqsadlari sari dadil qadam tashlaydilar. Haqiqiy omad aynan shu yerda boshlanadi.